Hello everyone, today we're gonna see topic reading questions from 9 to 15. 오늘은 한국어 능력 시험 읽기 9번부터 15번 같이 질문을 다 살펴보겠습니다. Boshladik. Avvalgi darslarimni ko'rmaganlar ko'ringlar. Hozir reading ilk qismini 9-12 savollari qanaqa turda bo'lishi va ularga qanday javob topish kerakligi bo'yicha qisqacha emas, lekin juda ham uzoq ham emas, o'rtacha gaplashamiz. 9-12 savollarda mazmunga mos gapni toping. Ya'ni yuqorida biron bir mazmundagi gaplar, faktlar, grafiklar beriladi. Aynan o'sha yerda qaysidir qismi to'g'ri bo'lsa, demak javob ham to'g'ri bo'lishi kerak, o'shanga mos bo'lishi kerak. Umumiy ma'no emas va hokazo emas. Masalan, time kilto'ning grafi neon va kattin bo'lsa ko'rishib bir xil bo'lsin. Ozgina ham farq qilmasin. 9-savolda e'lon yoki plakat beradi, 10-savolda grafik yoki diagramma, 11-12 savollarda qisqa yangilik va ma'lumot matni berar ekan. Asosiy usullarimiz nima bu savollarga javob topishda? Faktlarni solishtirgandan keyin avvalambor savolni o'qiymiz. Savolni o'qib, javoblarni o'qib chiqamizda nimalar so'ralishi mumkin, shuni ongimizni shakllantirib, asta berilgan mazmundagi o'sha grafiklarga yoki matnga e'tiborni qaratamiz. Har bir variantni birma-bir tekshirib chiqishimiz kerak yuqoridagi savollar bilan. Oxirida qolgan bittasini qayta tekshiring. Aytilganmiz, tanlagan, aytilmagan qaytadan bir tekshirish kerak ekan. Xullas shu yerda yozilgan narsalarni o'qib berayotgandayman. Lekin bularni yozishda meni ham hissam katta albatta. Shuning uchun men gapimni yaxshilab eshitinglar. 10-Koreyada Hankang daryosi bo'yidagi salyot marosimi, bayrami. Nima qilamiz? Birinchi savolni o'qiymiz. Time kiri neon va kattin bo'lsa ko'rish uchun. Mana shu berilgan mana plakatdagi mazmun bilan bir xil variantni tanlashimiz kerak. Buning uchun biz mana javoblarni o'qib chiqamiz. Chukchaning itil to'ngan yollimnida. 2 kun bo'ladimi? O'qib ko'ramiz, bilmadim. Chukcha tonil neji anin ipchanghalsu neji anku ipchanghalsu ismida pul bermasdan kirsa bo'ladi. Chukchaning o'joni shijakamnida ertalab bo'lar ekan, yomg'ir yog'sa bekor bo'lar ekan. Endi o'qiymiz. Nalcha 5-kundan boshlab 5-kun ekan, kechqurun 7 dan 9 gacha. Joy Hankang Kongwonda. Kirish Muryo bepul. Endi bu so'zlarni yodlash kerak, boshqacha iloji yo'q. Muryo bilan masalan chukche tonil neji angu ipchanghalsu ismida deganni biz muryo degan so'zni tarjimasini bilmay turib topa olmaymiz. Xo'p, adashib bosib berdim. Yomg'ir yog'sa deyapti. Keyingi kun bir xil vaqtda o'sha keyingi kuni xuddi o'sha vaqtda bo'ladi deyapti. Ya'ni to'g'ri bekor bo'ladi, lekin to'liq bekor bo'lmaydi. Ya'ni keyingi suriladi. Bekor bo'lish bilan bir kun keyingi surilishni farqi bor. Shuning uchun javob pul tekin, kirish tekin, pul bermasa ham bo'ladi. Shuning uchun shu javob bo'ladi. Endi masalan mana bu yerda cho'nin chumalmada chipkincho tsogani kandidat. Tsoganin achim obshi monil yolgu chonok yosochiye tatsinida. Chegin han sarami han bone tasok gonkachi i cho'yil tongan pilil su ismida. Cho'nin oje su solchakse gonil pilyossinida. Men o'tgan hafta har hafta uyimizning atrofi yonidagi kutubxonaga boraman. Ertalab 9 dan kechki 6 gacha ishlaydi. Bir kishi bir martada 5 tagacha kitobni 2 hafta davomida olish mumkin. Kecha su solchak, ya'ni adabiy kitob oldim. Endi o'qiymiz, qaysi biri to'g'ri. Kutubxona kechki 9 gacha ishlaydi. Xato 6 gacha ishlaydi. Bir hafta davomida olish mumkin. Xato. Kecha 3 ta kitob sotib oldim. To'g'ri. Bir martada 3 martagacha kitob olish mumkin. 3 tagacha yo'q, 5 tagacha.
uchun shu javob bo'ladi. Umuman olganda mana ko'rib turibmiz, bir xil faktlarni berilgan yuqoridagi bilan bir xil ma'nosi bo'lishi kerak. Mazmuni mos ekan, yaqin ekan degan narsa yo'q. Tepada ham fakt, javob ham fakt. Bir xil bo'lishi kerak. Xo'p, e'lonlar va plakatlar da muhim bo'ladigan so'zlar, masalan, ilshi, nalcha, sana, vaqt, kelgan, chongsu, tesang, chamgapi, qatnashish pullari, suv gangri, repeterlik pullari, ipchangri, kirish puli, shinjong, chopsu, ariza topshirish, mochib yig'ish, magam, tugash, muni, so'roq va hokazolar. Bularni bilish kerak. Va shu turdagi savollar bo'ladi. Va mana ko'rib turibmiz, grafik bo'yicha ham savollar tushadi. Grafikdagi savollar juda ham odatda sodda bo'ladi. Xavotirlanmasagan bo'ladi. Buni ayrim so'zlarni tarjimasini bilmay turib ham osongina topish mumkin. Ishlaydiganlar qayerda edi ovqatni degan savol bo'lyapti. Survey bo'lyapti, ya'ni so'rovnoma, unda javob beryapti. Atrofdagi restoranda 45%, ichkaridagi oshxonada 30%, to'shirag olib kelib yeydi, ramyonga o'xshagan narsa 15%, piyonijon haligi magazinlardan yeydi 10% deyapti. Endi mana bu yerda mana o'zbekchasini birdan o'qiylik. Ish joyi oshxonasida ovqatlanadiganlar eng ko'p. To'g'rimi? Xato. Uyda ovqat olib keluvchilar mini marketdagilardan kam. Xato. Xodimlarning deyarli yarmi ofis yaqinidagi oshxonada ovqatlanadi. To'g'ri. Mini marketda ovqatlanuvchilar jami 20%. Xato. Shuning uchun mana shunday qilib endi o'zbekchada o'qidim, koreschada o'qiganda ham osongina topish mumkin. Grafik, yangilik matnlari ham shunga o'xshash sifat bo'ladi. Chinanchumal injushe so shimin kokki tevaga yo'llatda. Itevanin olle tasotecheril majassimyo samchonmyongi nomnin shimini chamgahetda. Chamgapinin manvonoru chamgapi chonegin oryovun iyosil tumnin te sinda. Tevaga kinnan hoyanin chamgacha moduege kinyon tishochiral nanvo chotta. O'tgan dam olish kuni shunday bo'ldi va hokazo. Bunda ham ko'ryapmiz, yuqorida berilyapti ma'no, mazmun. Xuddi o'shani pastdan faktini qidirishimiz kerak. Birinchisida banner keldi, keyin grafik keldi, mana yangilik kelyapti va hokazolar. E'tibor berishimiz kerak bo'lgani nimalar ekan? Eng xavflisi 4 ta tuzoq deyapti. Bu sizning hayotdagi bilimingizga mos keladi. Ya'ni siz tanlayotgan, o'qiyotgan javoblarda ko'pchiligi biz ko'rib turgan atrof muhitda rostdan o'shandayda javoblar. Masalan, ovqatlanadigan dedi-da, uydan olib keladiganlar ko'p edi desa. Rostdan uydan olib kelib ovqatlanadiganlar ko'p Koreyada. Lekin survey, so'rovnoma natijasi o'shanday bo'ldimi yo'qmi? Aynan tepada o'sha fakt bormi yo'qmi? Shuni aniq tekshirishimiz kerak. Teskari aytish. O'sdi desa kamaydi deydi. Eng ko'pi desa eng kami deb qo'yadi. Ularning so'zini albatta farqiga borishimiz kerak. Egani almashtirish, masalan, boya yuqorida ko'rdik grafikda. Atrofdagi restoranda ovqatlanadiganlar eng ko'p edi. Lekin o'sha yerda masalan uydan olib kelib ovqatlanadiganlar eng ko'pi deb qo'yish mumkin. 45% deb qo'yish mumkin. Tepada 45% turibdi, lekin egasi boshqa, ya'ni u atrofdagi restoranlarga chiqib ovqatlanish. Matnda yo'q narsani ham beradi va uni qandaydir o'sha yuqoridagi hayotdagi mazmun, mohiyat, ko'rgan narsalarimizga mos qilib qo'yadi, lekin bizni tepadagi faktimizda bormi yo'qmi, shuni aniq bilishimiz kerak. Xo'sh, endi ko'rib bemalol kirib chiqsalaringiz bo'ladi. Poverty.uz Strong minds bends a line. Kuchli fikrlar
chegaralarni kengaytiradi. Davom etamiz. Qayerdan kiritganimni ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Exam prep, topic qismida men reading inglizcha qilib qo'yganman. Endi gaplar tartibi degan savol turi ham bor. Kreso, hajiman, krotchiman va hokazo nima deydi? Umuman olganda 4 ta gap beriladi. Tasavvur qilinglar, mana bunday gap. Men bugun ishxonaga bordim, hamkasblar bilan ko'rishdim. Hamkasblarim menga bugun oqarib ketibsan dedi. Oynaga qaragandim, rostdan ham oqarib ketibman. Mana shu gapni endi mana bunday deyman deb yozadi tartibsiz qilib. Oynaga qarabman, oqarib ketibman. Hamkasblarim bilan ko'rishdim, ishga bordim, hamkasblarim oqarib ketibsan dedi. Shuni tartib bilan joylashimiz kerak. O'zbek tilida hozir buni mantiqan joylashtirsak, avvalambor ishga borish kerak, hamkasblar bilan ko'rish uchun. Hamkasblar bilan ko'rishgandan keyin ular oqarib ketibsan dedi, oqarib ketibsan degandan keyin o'ylab oynaga qaraysiz. Xuddi o'shani koreys tilida joylashtirib chiqish kerak. Bunda nimalarga e'tibor beriladi? Bog'lovchilarga, masalan, meni ko'rib hamkasblarim oqarib ketibsan dedi deganda, buni bilib men oynaga qaradim desam, buni bilib deb bog'lanyapti oldingi gapga. Lekin men gapni buni bilib deb boshlolmayman, yangi gapni. U oldingi gapga bog'lanishi kerak. Xuddi shunday bog'lovchilar juda ham muhim o'rin tutadi. Kirigu, to'g'an, kedaga, qo'shish, ketma-ketlik ma'nosi, krona, hajiman, teskarilik ma'nosi, kreso, sabab, natija, kromyon, yeriltilmyon, shart va hokazo. Masalan, yo'lishimi tushunmayapti. Kreso shiyomi habko ketdi. Bu to'liq savol shakli emas. Endi masalan, almashtirib qo'ya olmaymiz. Kreso shiyomi habko ketdi, yo'lishimi tushunmayapti deb savollarni o'rnini almashtirib qo'ya olmaymiz. Shuning uchun bog'lovchilar eng muhim ahamiyatga ega bu turdagi savollarda. Xo'p. U qanaqa bo'ladi? Mana javoblarni ko'ryapsizlar. Har bir gapga masalan na deydi, bir gapni yozadi. Ka deydi, bitta gap, ra deydi, bitta gap, ta deydi, bitta gap. Qaysi biri birinchi keladi? Nami, tami? Undan keyin qaysi keladi? Undan keyin qaysi keladi? Oxiri qaysi keladi? Shu zaylda topiladi. Topishni ayrim taktikalari bor, hali aytib o'taman. Menimcha bu yerda yozilmagan. Mana misol. Kreso 요즘은 아침에 일찍 일어나려고 노력했다. 나는 원래 밤늦게 같이 텔레비전을 보는 습관이 있었대. 그렇다니 하루가 걸어지고 건강도 좋아졌다. 하지만 아침에 일어나기가 너무 힘들었다. Tarjima qilsak, shu sababli hozirgi kunlarda ertalab erta uyg'onishga harakat qilyapman. Kan aytdim, nan aytaman. Men aslida juda kechgacha televizor ko'rib o'tiradigan odatim bor edi. Dan aytaman. Shu sababli kun uzayib, sog'lig'im yaxshilandi. Lekin ertalab uyg'onish juda ham qiyin edi. Endi tasavvur qilinglar, qaysi gap birinchi keladi? Albatta na keladi. Nanin volle birinchi o'rinda bog'lovchisiz gapni qidirish kerak. Uchalasida ham bog'lovchi. Ayrimlarida bog'lovchi bo'lmaydigan holatlar ham bor, lekin aniq bog'lovchisiz gap birinchi bo'lib keladi. Xo'p, ikkinchi o'rinda bog'lovchisiz gapni topdikmi? 4 ta variant berilsa, masalan, kana, dara deb mana bu shaklda berilsa. Odatda na turibdi, bu yoqda da turibdi. Masalan, gapimiz na bilan boshlansa, endi javoblarimiz qisqardi. 3 bilan 4-variantlar chiqib ketadi, chunki da bilan boshlana olmaydi. Shunda bizda 2 ta variant qoladi. 2 ta variantdan bittasini tavakkal tanlaganda ham to'g'ri chiqish ehtimolligi 50%. Undan oldin buni bilmaganimizda to'g'ri chiqish ehtimolligi 25%. Endi bu yoqqa endi mantiq bilan yondashib ketaveramiz. Men oldindan kechgacha uxlaydigan odatim bor edi.
Lekin ertalab uyg'onish juda ham qiyin edi. Shu sababli shu kunlarda ertaroq uyg'onmoqchi bo'lib harakat qilyapman. Shunday qilib ko'rdim, erta kun uzayib, sog'lig'im yaxshilandi. Endi bu yerda nara, kada bo'lishi kerakda, to'g'ri javob. Nadan keyin nima? Kech yotish vaqti. Nara, kada, mana shunday javob topiladi. Xuddi shunday 3 ta savol keladi sizlarda. Savollar qiyinlashib boradi. 13-savol sal osonroq, 14-savol o'rtacha, 15-savol nisbatan qiyinroq bo'ladi. Endi hammaga har xil, odatda shunday bo'ladi. Muammo yechim degan mana. Munje deyapti, bu muammo. Bu muammo deb qaysi muammo biz bilmaymiz. Shuning uchun K birinchi o'rinda kela olmaydi. Shuning uchun mana bu oxirdagi mana 4 ta variant turgan bo'lsa, oxirdagi variant chiqib ketdi. Ta'da ham K kelg'u deyapti. Bu natija. Shuning uchun da ham chiqib ketadi. Ikkita qolyapti. Chögin ko'ngani poryochini sregiga kegen rotda. Oxir kunlarda bog'larga otib yuboriladigan musorlar ko'payib ketdi. Rada nima deyapti? Sregitongin pujokeso saramdiri sregil amut eda poryokki temunida. Temunida deyapti. Bu ham sabab bo'lgani uchun ra ham kela olmaydi. Demak, birinchi o'rinda albatta na keladi. Na ikkita variantda bor ekan. Qisqardi variantlarimiz. Undan keyin k yoki ra kelishi kerak. Endi ra keladi, chunki sababini aytyapti. Musorlarni otib yuborishi, musor tashlanadigan idish kam bo'lganligi sababli odamlar shu to'g'ri kelgan joyga otib ketyapti. Radan keyin k keladi. Bu muammoni hal qilish uchun shahar hokimiyati har joyga musor idishlarini joylab qo'ydi. Buning natijasida bog'lar yana go'zallashib, tozalashib bordi. Da. Shuning uchun nara, ka, da variant to'g'ri javob bo'ladi. Xuddi shunday yechib chiqishimiz kerak bo'ladi. 13-15 menga eng yoqadigan savol turlaridan biri. Shu bilan topic reading ilki 1dan 15-savollargacha hammasini bittalab ko'rib chiqdik qo'ldan kelgancha. Albatta aytmagan ma'lumotlarim ko'p kirib bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Poverty.uz platformasidan buni telefonda приложение sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda qanaqa ishlatish kerakliklarini o'qib chiqsalaringiz ham bo'ladi. Bundan tashqari ham juda ham ko'p materiallarimiz bor, ayniqsa koreys tili bo'yicha o'yinlarimiz bor yoki testlarimiz bor, darsliklarimiz bor, 100 ta darslik o'zimiz yaratgan, o'zimizning bilimlarga asoslangan va hokazolar. Xullas bemalol kirib, ko'rib, bu yerda o'qishlarni ham amalga oshirib, audiolargacha eshitib, bemalol 2019년 2월 강원도의 한 시골 초등 hikoyachalargacha o'qib, javoblargacha bersa bo'ladi, bemalol. Tekin hammasi sinab ko'rishlaringiz kerak bo'lgan narsa. Sizlarga rahmat. Anyongi keshib